Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Karol Gaming. Ushbu videomizda biz sizlar bilan Haaland, Gabriel, Saliba va Kane'ni kuchaytirib full qilamiz. Bu kuchaytirish videoning ikkinchi videosi. Sekin kuchaytirishni boshlaymiz. Bizda coach Fitlyonda bemalol yetadi, chunki o'sha o'yinchi olganimdan beri birinchi full qilishim. Bizlar kerak, Yamalni ham unaqa oxirigacha kuchaytirmaganman. Ko'p stira yevorgani uchun to'xtatib qo'yaverganman. Qani bo'lmasam sekin boshlayveramiz. Endi o'sha birinchi hammasiga fitness berib yuborsak tepasini. Hammasi tepasiga 400 chiqaradigan o'yinchilarda bo'lardi. Keyin sekin keyindan shotga iloji boricha tushish kerak, tepani 400 chiqarib olib. Haalandga 5 ta shot, keyin qolgani kon pastga tushsa bo'laveradi. Salibaga iloji boricha tapga tushirish kerak, Gabriel kosiga. Qani bo'lsam sekin tirs fitnesslarni berib yuboramiz. Birinchi legendarniy fitness ketdi. O yaxshi. Bularga farqi yo'q, tepasidan tushsa bo'ldi. Haalandga bitta qoldi. Strategiyasi 100 bo'lishi. Gabrielga bitta 100 chiqdi. Salibaga jicha qoldi. Haalanddan ham 2 ta 100 chiqdi, Salibadan bitta. Yaxshi natija. Oxirgi legendarniy fitness. Mo 99 da oldin yo'qmidi? Yaqinda paydo bo'ldim. Endi ikkitalardan beraveramiz sekin. Tirs. Salibadan 2 ta 100 qo'ygan, hammasi 90. Zo'r ketyapti. Keyindan bitta 100. Yaxshi. Salibaga ko'p tushordimi deyman. Hammasi 90 plus. Haalanddan bitta statistika oldi. Stamina. Ikkita tushsa full bo'ladi. Haalandga bitta tushsa full. Haaland tepasidan 400 chiqdi. Endi pastga beriladi. Endi faqat keyin Saliba Gabrielga tushadi. Bonus level. Yaxshi paytda. Birinchisi. Saliba ham 2 ta qoldi. Bitta tushsa Saliba ham tepasidan 400 chiqadi. 99 onda 9 tushib qolyapti. Yaxshi. Yaxshi Salibaga tushmadi. Salibadan tepasidan 400 chiqdi. Yaxshi natija. Gabriel bilan keyin qoldi. Yaxshi. Gabrieldan tepasidan 3 ta chiqdi. Keyin ikkita. Keyinda bitta tushsa speedga 3 ta bo'ladi unda ham. Qani sekin beraveraylikchi. Keyindan 3 ta. Tepasi uji bir xil bo'lib qoldi. Tezlanishga
Bittasiga 7 ta, bittasiga 8 ta. Tez beraveraylik men. Uncha qattiq. O, bonus deb. Keyin tepasidan 400 chiqdi. Gabrielga bitta qoldi. Bitta bundan berib beramiz. Hollandga 5 ta shotga tushirish kerak. Keyingi iloji boricha shotga tushirish kerak. Gabrielga takka 93 tak bunga tushirish kerak. Qana ketdi. Bittalidan beraveramiz texnikaga. Voy, konga tushyapti bu. Puchi. Yana saliba, yana kon. Ball control. Yaxshi pas. 80 bo'lsa yaxshi edi. Hollandga ham. Voh, shot. 96 oldu. Pas. Yana kuni saliba faqat kon ketyapti. Voy, o'ldi. Taki boshlandi. Yana taki. Ters bitti. Ketdi. O'ta zo'r ful bo'ldi. Keyin bilan yoqmayapman. Endi chotki vizo taqib bo'shatdi. Holland keyin. Voy, kim bu? 90-98 o'ta yorqin daraja bor. Chotki. Texnika. Shot. Bundan beraveramiz endi sekin, tirs. Voy, anu qo'lni qaranglar, 87 top ketdi anu. Gabrielga qaranglar, takka bitta tushmadi. Voy, oxirida tushadi bu. Bu oxirida tushib ham 0 tushadi. Qoyil. Yana ketdi. Salibaga ham oxirida tushadi. 95 bo'l. 94 to'g'ri olib ketdi. Holland ham ketdi uje. Deb bilasiz kerak. Holland qoldi. Shotga tushirish kerak iloji boricha. Ichida tushsa bo'ldi. Xudoga shukr, chiqarib olamiz shekilli. Taki yapti bu. Yana tak. Voy, zo'r. Eng kerakli pa. 99 o'nda 7 top ketdi-yu. Oh, yaxshi. Hollanddan ham pasga tushish kerak edi ko'proq. Zo'r. Boshqalar yaxshi-yu. 4-2 qilamiz, bunday qilamiz. Uje Dream Team. Zo'r bol. 95, 94, 190,
Menimcha hozir bu yerda keyin kuchliroq ekan hozir Xo'mga nisbatan. Shu ama ko'p narsani hal qiladi-yu, lekin keyin kuchliroq ekan. Bu jihatdan chapasu, lekin yaxshi keladi, cho'tki pul oldi. Nima bo'lsa ham keyin вообще zo'r bo'ldi, lekin bu ikkovi shakaroq. Gabriel ham yaxshi, 95 daraja, 95 tak va zo'r. Salibaga ham zo'r. Taki nechi desa 94, nechilik kartasi desa 94 degani zo'r. Cannavaro ham o'zi zo'r turibdi, bo'yi past, o'ng qanot, chap qanot, o'ng qanot hali Hakimiy joyi. Himoyada zo'r o'ynaydi bu ham. Buni ham o'ylayapman hozir straga bitta tushirib qo'ygan hammasini, speed, acceleration, stamina, tag, speed ko'ngil qilib olgan ekan deb, qanot o'ynatayam ekan deb turibman, lekin yozuv borda baribir SB degan. Bu kuchaytirish videoda ikkinchi videosi bo'ldi. Keyingi videolarda qaysi o'yinchilarni kuchaytiraylik, o'zingizlar kommentariyaga yozarsizlar. Men aniq hammasini o'qib javob beraman. Keyin ko'pchilik yozyapti. Klanga qanaqa qo'shilishimiz mumkin deb. O'zim aytaman. Masalan, hozir ko'rsanglar joy bormi yo'qmi bilmayman. Mana yangi qo'yib qo'yapman. 2 soatcha vaqt bor. Videoda bir 10 minutcha qo'ysam, 1 soat 40 minut bor. Agar una bo'lmasa, qo'shila olmasanglar, chiqasizlar. Mana Telegram gruppamiz shu bo'ladi. Shunda qo'shilib klanga qo'shilmoqchidim deb yozsanglar, sraz yozaman. Hammalarga omad, sog' va salomat.